Osloga qanday qilib Faceit Demon ko'rish yo'lini ko'rsataman. Ko'rishni like bilan podpiskani bosib qo'ying. Bu uchun siz masalan Donked o'yinini ko'rmoqchisiz, Donked akkauntiga bosib, mana bu любой o'yinni ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu любой o'yinni bosib, obzor смотреть deyman, bosishingiz kerak. Bosib bo'lgandan keyin sizlarga mana bunaqa papka skachat qiladi. Skachat qilgan papkani bosib, ichidagi videoni bir rабочий stolga chiqarishingiz kerak bo'ladi. Chiqarib bo'lgandan keyin Steam'dan Counter Strike'ni topib, свойства, установленные файлы, obzor bosgandan keyin siz mana bu yerda game, CSGO o'sha rабочий stolga chiqargan videoni prosta borib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu bo'lgandan keyin siz mana bu yerdagi 3 ta boshdagi raqamni eslab qolish kerak. 1-31 s. Eslab qo'ygan raqamni CS2 ga kirib, konsolni bosib, play demo 1-31 s deb bo'lsangiz, o'zi chiqarib beradi. Shuni enter bosib, kirib bo'lgandan keyin agar siz komandalar nima deb gaplashganini voice chatda eshitmoqchi bo'lsangiz, konsolga listen. O'zi ikkita narsa chiqadi. Ikkita narsani ham ikkovini ham -1 qilasiz. Buni ham -1 qilganingizdan keyin hammasini o'zini ishlasiz. Mana bu Magix. Bu Donk'ni o'zi.